Bizning artroskopiya bo'limimizda nafaqat biz operativ davo usullari bilan davolaymiz, balki biz konservativ davo usullari bilan ham bemorlarni davolab kelamiz. Bizga endi eng ko'p murojaat qiladigan bemorlarning bir toifasi bu bo'g'imdagi o'sha tiza bo'g'imini, aynan tiza bo'g'imidagi artroz kasalliklari bilan og'riydigan bemorlar. Ko'p savol kelib tushadi. Artroz degani nima? Artroz qanaqa kasallik degan. Shu haqida qisqacha ma'lumot bermoqchimiz. Artroz kasalligi demak bu har birta suyakni bir-biriga qarab turuvchi yuzasi, ya'ni bo'g'im yuzasida maxsus tog'ay qavati bo'ladi. Tog'ay qavati bu suyak yuzasini to'liq qoplab olgan bo'ladi va ma'lum bir qalinlikda bo'ladi. Turli xil kasalliklar, turli xil jarohatlar va yoshga xos ravishda bu tog'ay qavatining holati o'zgarib boradi. Ya'ni ma'lum bir joyda, masalan, lokal o'sha joyda masalan tog'ayda defektlar paydo bo'lishi mumkin yoki uni total yupqalash jarayoni sodir bo'lishi mumkin. Tog'ay qavatini yupqalashiga qarab, demak bizda o'sha artroz kasalligi darajalarga bo'linib boradi. Dastlabki bosqichlarda bu masalan aynan suyakni eng ko'p og'irlik tushadigan qismida tog'ay qavatida demak yupqalashish yoki mahalliy defektlar paydo bo'ladigan bo'lsa, bu bosqichdan bosqichga o'tgan sari o'sha defektlar va yupqalash darajasi kuchayib boradi.